Magnetli poyezdlarimizni qisqacha ko'rsatib beramiz. Narxi 220 ming so'mdan 26 shaxsdan iborat. Sifat yaxshi. Ichida bitta dona poyezd chiqadi. Type-C sim orqali quvvat oladi. Buni har xil ko'rinishga qilsa bo'ladi. Narxi 265 ming so'mdan 32 ta qismdan iborat. Bunda bitta dona magnetli poyezd chiqadi. Bu ham Type-C sim orqali quvvat oladi. Buni har xil ko'rinishga qilsa bo'ladi. 265 ming so'mdan. Narxi 280 ming so'mdan 38 ta qismdan iborat. Ichida bitta dona magnetli poyezd chiqadi. Buni har xil ko'rinishga qilsa bo'ladi. Bu kattaroq, yo'llari ham ko'proq bo'ladi. Narxi 245 ming so'mdan. Bu ham magnetli shu ko'rinishda yig'iladi. 124 ta qismdan iborat. Ichida o'zida har xil belgilari, bitta dona poyezd chiqadi. Shu ko'rinishda yig'sa ham bo'ladi. Uni boshqacha ko'rinishda yig'sa ham bo'ladi. Narxi 245 ming so'm. Narxi 290 ming so'mdan. Bunun ichida ham bitta dona magnetli poyezd chiqadi. 210 bitta qismdan iborat. Bu kattaroq so'raganlar uchun kattasi ham bor. Hisob ko'rinishga yig'sa bo'ladi buni. Buni o'zini qo'llamasi chiqadi, qo'llamasiga qarab yig'sa ham bo'ladi. Undan tashqari boshqacha o'zingizlarni qiziqishi, bolalarning qiziqishiga qarab har xil ko'rinishda yig'sa bo'ladi.